Rossiya imperiyasining bosqinchilik siyosati natijasida Turkiston o'lkasi og'ir iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. Birinchi jahon urushi yillarida Turkiston aholisining mardikorlikka tortilishi, iqtisodiyot esa front ehtiyojlariga yo'naltirilishi ijtimoiy muammolarni keskin holatga keltirib qo'ydi. Ekin maydonlarining qisqarishi, oziq-ovqat mahsulotlari narxining oshishi ocharchilikni yuzaga keltirdi. Masalan, 1916-yilda Turkistonda bir pud non o'rtacha 2 rubl 50 kopek bo'lsa, 1917-yilga kelib esa 81 rublga yetgan. Narxlarning shiddat bilan oshib borishi va Rossiyadan non yetkazib berishning tobora kamayishi natijasida shahar aholisi uchun non berishning kunlik normasi 200 grammgacha kamaygan. Qishloq aholisi esa o'zini o'zi ta'minlashga mahkum etilgan. Non tanqisligi sezilarli darajada oshib, ochlikdan qiynalgan aholi ko'pincha turli xil yovvoyi o'simliklarni iste'mol qilishga majbur bo'lgan. 1917-yil ocharchilikning oldini olish maqsadida non va boshqa oziq-ovqat mahsulotlariga kartoshka tizimi joriy etildi. Ammo kutilgan natijani bermadi. Chunki bolsheviklar yangi shaharlarda istiqomat qiladigan ruslarni ko'proq qo'llab-quvvatlab, ulardan ortsagina o'lkaning eski shaharlarida yashovchi aholisiga kartoshka bergan. Bolsheviklar tomonidan amalga oshirilgan bu kabi ijtimoiy siyosatni G'ozi Yunusiy quyidagicha ta'riflaydi. 1917-1918-yillarda och Turkiston xalqi uy ro'zg'orini sotib, Orenburg, Oqtepa, Poysan atroflarida ochlikdan o'nlab, yuzlab qirilganda shu yerlarning mutasaddilari ochlarga ko'mak uyushmasi tuzish o'rniga bechora Turkiston ochlarining 1-2 pud g'allasini qo'lidan tortib olib qolar edi degan edi. Biroq bu tashkilotlar asosiy e'tiborini o'lka aholisi manfaatlariga emas, ko'chirib keltirilgan ochlarga ko'proq qaratgan. Shuningdek, bu borada Turkiston SSRning 7-syezdida, ya'ni 1919-yil 7-martdagi nutqda shunday so'zlagan. Musaxonovning fikri e'tiborga molik. Yevropaliklarga yarim qadoqdan non berilgan holda bizga chorak qadoqdan non beriladi. Buning ustiga tovarlar va oziq-ovqat mahsulotlari bizga boshqa baholarda sotiladi. Yevropaliklar bir qadoq non uchun 80 tiyin, bir qadoq choy uchun 30 so'm to'lagan holda, musulmonlar bir qadoq non uchun 1 so'm 75 tiyin va bir qadoq choy uchun 50 so'm to'laydilar. Sovet hukumatining 1924-1940-yillarda amalga oshirgan ijtimoiy ta'minot siyosati ham asosan oldingi davrga xos tarzda davom etib, aholiga moddiy yordam, maorif, sog'liqni saqlash, nogironlarni ishga joylashtirish, pensiya tayinlash kabi holatlarda jiddiy kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Jumladan, O'zbekiston SSRda xususiy mulkni tugatish maqsadida amalga oshirilgan ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlar, yer-suv islohoti, qishloq xo'jaligini kollektivlashtirish siyosati natijasida aholining turmush darajasi yanada og'irlashadi. Bu siyosat oqibatida katta yer egalarining xo'jaliklari butunlay tugatiladi. Aholining iqtisodiy imkoniyati cheklanadi. Ular ijtimoiy ta'minotdan mahrum qilinadi. Bu davrda aholining oziq-ovqatga talabi yanada oshgan. Jumladan, Andijonda erkin non savdosi yo'lga qo'yilmagan. Nonning sifati yaxshi bo'lmay, bozorga nim qorasidan boshqa non chiqarilmagan. Bir kishiga 1 kilodan ortiq non sotmaslik to'g'risidagi hukumat qarori bo'lishiga qaramay, ayrim sotuvchilar tomonidan bir kishiga 1, hatto 2 buxanka yoki 5-10 ta non sotish holatlari kuzatilgan. Natijada bozorlarda olib-sotar ko'paygan. Xususiy savdogarlar shaharning non mo'l bo'lgan do'konlaridan keltirib, xalq ko'p to'planadigan joylardagi hukumat do'konlarida taqchillikdan foydalanib, qimmat narxda sotganlar. Shuningdek, nonning narxini o'zboshimchalik bilan oshirish holatlari ham yuz bergan. Masalan, Samarqand shahridagi 33-magazinda 90 tiyinlik non 1 so'mdan sotilgan. Non do'konlari barcha joylarda ham mavjud bo'lmagan. Do'konni ochish masalasi ko'rilganda aholi tig'iz yashash nuqtalari emas, balki ishchilarning gavjumroq ishlash manzillari ko'zda tutilgan. Natijada ish joylarida, ochilgan do'konlarda navbat kuzatilmagan. Yashash joylarida 20-25 kishilik navbatlar paydo bo'lgan. Marg'ilon shahrida aholining kunlik ehtiyoji 26 tonna bo'lsa-da, kuniga atiga 13 tonna non pishirilgan. Buning sababi nonning erkin savdosi ustidan nazorat qilinmagani va non taqsimoti qo'pol ravishda buzilgani bilan izohlanadi. Shuningdek, non do'konlari ish vaqti ko'pincha aholi talabiga to'g'ri kelmagan. Natijada ko'pchilik aholi sifati talabga javob bermasa ham kolxoz bozoridan non xarid qilishga majbur bo'lgan.
Nonlarning sifatsizligiga o'nlar sabablar qilib ko'rsatilgan. Bu qatlamga 20% birinchi navli un berilgan. Shuningdek, non korxonalarida va do'konlarda tozalikka yaxshi rioya qilinmagan. 96% unlar elanmasdan pishirilgan. Ba'zi o'rinlarda o'tin o'rniga sassiq ko'mirdan foydalanilgan. Ko'mir issig'i bilan nonning yuzi qizarib, ichi xamir holicha qolgan. Non nazorati rahbari Markat bu holga nonni tez chiqarish uchun sifatiga qaramanglar, xaridorlar xamirni ham olaveradilar deb munosabat bildirgan. Bunday nonlar 5-6 kunlab do'konlarda sotilmay qotib qolgan. Non taqsimotida nazorat yo'qligi ko'plab tartibsizliklarni keltirib chiqargan. O'rta Chirchiq tuman ta'minot bo'limi tomonidan berilgan 6 qop un qishloqdagi ishchi xizmatchilarga berilmay talon-taroj qilingan. Qishloqlarda tashkil qilingan non do'konlari juda kam bo'lib, aholi ehtiyojini umuman qondirmagan. Izboskan, Yangiqo'rg'on, Bag'dod, Marhamat tumanlarida non do'konlarini ochish rejasining yarmi ham bajarilmagan. Nazorat yo'qligi uchun do'kon mudirlari tomonidan nonni o'z narxidan oshirib sotish holatlari bo'lgan. Sog'liqni saqlash xalq komissarligi bozorlardagi mahsulotlarning sifatini tekshirganda Toshkentdagi Kuybishev va Lenin tumanlarida 17,000 kilogramga yaqin turli oziq-ovqat mahsulotlari talabga javob bermasligi, do'kon va bozorlarda yomon holda saqlanganligi aniqlangan. Bozorlarda nonning erkin savdosi ustidan nazorat qilinmagani, sifatiga e'tibor berilmagani ortidan fojialar kelib chiqqan. Nonni taqsimlashda ham xatoliklar sodir bo'lgan. Turkistonda boshlangan ocharchilik, oziq-ovqat mahsulotlari yetishmasligi natijasida ko'plab insonlar halok bo'lgan. Ushbu maqolani O'zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti tayanch doktoranti Mirshod Siddiqov tayyorladi. Ushbu maqola Oyna.uz saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Videolarimizga like bosing. Kanalimizga obuna bo'ling. Kanalimiz havolalarini olib, o'zingizni ijtimoiy tarmoqdagi har xil do'stlaringizga, yaqinlaringizga yuborib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Shu orqali siz bizga rivojlanishimizda, kanalimizni ommalashtirishda yordam bergan bo'lasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.